Assalomu alaykum obunachilar, xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bugungi video sizlar uchun bo'lar. Vodiyus kanali obunachilari uchun ashaddiy bo'ladi. Bir ikkita negativlar yozibdi kommentariyaga. Sizlarga qimmat ekan deyishadi. Bozorga chiqib solishtirib ko'ringlar. Bozor bir aylanib kelgandan keyin biz oldimizga kelinglar. Xudo xolasa bozordan 300 ming, 400 ming arzon bo'lsa qo'yib bepulga olib ketaverasiz. Assalomu alaykum. Vodiyus kanali obunachilar, mana sizlar yana bir-biridan chiroyli, bir-biridan sifatli qo'chqorlarni udaridan kelibdi. Akalar o'zlarini ko'rib bahoni berib qo'yasizlar mana. Bir qator sizlarga oldindan ko'rsatamiz, keyin to'liq ma'lumotda har doimgidek egalarni o'zlaridan so'rashni boshlaymiz. Bu qo'chqorlar qayerda turibdi ekan degan obunachilarimizga har doimgidek Abdulaziz ukamiz, Optim ukamiz mana qo'rasida turibdi. Assalomu alaykum Abdulaziz, maza yaxshimi? Partiyalar olib keldik. Hop, ikkita partiya olib kelardik, ularni uyga chiqarishdan sotib qo'ydik. Mana yangi partiya kelibdi. Yangi partiya keldi bu safar. Ukam har doimgidek nart yondiramizmi? Bugun bomba qilamiz, sindiramiz narxi. Bugun sindiramiz narxi, unda xolasa. Ukam sizni ko'pchilik tanib qoldi-da. Arzonchi Abdulaziz deyapti. Kommentariyada ham yozishyapti, olganlar. Baraka topdim, zo'r ekan qo'shqonlar deb yozishyapti. Endi to'g'ri bir ikkita negativ bo'lishi mumkin. Ularga nima deysiz? Ularga bozorga chiqib ko'rishsin, bozor bilan bayda solishtirishsin, undan keyin kelishsin. Haqiqatdan arzon deyishadi. Aynan negativ yozuvchilar uchun mana yaxshiginaligi bo'ldi do'stlar. Endi kim qanaqa yozish o'zlaring bilasizlar endi. Xudo xolasa mana o'zlaring ko'rib bahoni beringlar. Mana qo'chqorlar do'stlar. O'ta bir-biridan sifatli, o'ta go'zallardan kelib. Son nechta ekan bular, ukam? Soni 20 bitta. Yosh oyligi qanaqa bulardi? Oldi shakka o'tgan-a? Mana do'stlar orasidan bittani ushladilar. Menimcha shakka o'tgan varianti ham bo'lishi mumkin mana. Sarig'i. Oldi shak. Mana oldi shakka o'tibdi do'stlar. Quloqlari ham butun. Quloqlari ham bus-butun, qurbonlikka ham haydasalaring bo'laveradi do'stlar, xotirjam. O'zlarini ko'rib mana qaranglar, qo'shqorda qaranglar, orqasidan ko'rinishlarini. Mana o'zlarini ko'rib bahoni berib yoqqan jetga bittadan like dirsillatib qo'yasizlar. Ukam buni yeb ichariga, sog'lig'iga, Yemasa, ichmasa, yo'talsa qaytib olib kelsa. sizga tan qaytib olib kelishaveradi. Agar sindirib, bo'xtirib qo'ysa o'zlariga. Jon endi issiq narsa Allohniki. Ana, jon Allohdan, haqiqatan ham. Uka, bo'ylarni necha chiqadi buni o'lchadingizmi? 80 dan 85 plyusgacha chiqadi. 80 dan 85 plyusgacha chiqadi. Ukam bugun necha partiya qo'yamiz bu obunachilar uchun? 3 partiya qo'yamiz aka. 3 partiya qo'yamiz. Hammasini yengil, chiroyli bozordan arzon qilib berasiz. Yer bilan bitta qilaman narxlarni. Yer bilan bitta qilasiz. Xudo xolasa ko'rib, bahoni beravering, cho'qqan jetga aloqaga chiqib sras telefon qilaverasizlar do'stlar. Endi buni qo'chqorlarning sardoimida o'ta chiroyli, o'ta sifatlisidan kelibdi mana. Endi buni puli muhim-da, mana qaranglar, bu telefon nima ekan deb qidirib kelyapti bu qo'chqor. Pulini qanchadan deymiz-da, pulini? Pulni 5,5 dan bersa ozgina kamini qilib beramiz. 5,5 dan ozgina kamini qilib beramiz. Uka, qo'lni bir beringchi bu obunachilar uchun. Bo'ladigan bitta gapiring, chiroyli gapiring uka, har uchun. Sizda 300 dan mana bir joyga olib. 5300 dan demang uka. 5300 dan. Obunachilarim uchun bitta so'rayman. Like bosib otingga rahmat deb turinglar. Dostavkasi Samarqandgacha 5100 dan. Barakasini bersin. Men so'ramashdan oldin dilimdagini gapirib qo'ydilar obunachilar. O'zlaring ko'rib bir qator bahoni beringlar mana. Son 14 dona 5100 dan. Samarqandgacha dostavkasi bor. Uylarga yetib boradi do'stlar. Ko'rasizlar, ma'qul kelsa pulini sanab shopirlardan qaytarib yuborasizlar do'stlar. Bunaqa sensatsiya, bunaqa rasprodaja hali bo'lmagan do'stlar. Xudo xolasa ikkinchi partiyalarni ham o'tkazmasdan tomosha qilamiz do'stlar. Ikkinchi partiya ham bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal qo'chqorlarimiz sizlar kutib turibdi. Mana ikkinchi partiyamizga ham yetib keldik obunachilar, o'zlarini ko'rib, bahoni berib qo'yinglar. Mana dirsillab turgan qo'chqorlardan olaman degan obunachilarimiz mana qo'chqorlar o'ta tinig'idan chiqibdi ikkinchi partiyaga ham. Xudo xolasa pullari ham yengil bo'ladi degan umiddamiz ikkinchi partiyani. O'zlarini ko'rib yoqsa bittadan like dirsillatib qo'yasizlar. Orqalaridan ham ko'rinishini iloji boricha olishga harakat qilyapmiz. Bir-biridan sifatli, bir-biridan chiroyli qo'chqorlardan kelibdi. Sarig'idan olib keldim aka. Mana sarig'idan ham bor ekan, o'zlarini ko'ringlar-chi mana. Zotga ham aytaveradi do'stlar. Xudo xolasa orqalari ham o'ta chiroyli tikka dumbasidan yebdi mana. O'zlarini ko'rib bahoni berib qo'yasizlar. Bular to'liq ma'lumotini har doim Abdulaziz ukamiz o'zidan olishga harakat qilamiz. Abdulaziz ukam, son nechta ekan buni? 14 dona. Soni 14 dona.
Yosh oylik qanaqa ekan? 11-12 oylik. 11-12 oylik hammasiniki, ha? Mana bo'y basti ham past bir xilda terib qo'yilganda do'stlar, unaqa pasti yo'q. Bo'y bastlar qanaqa ekan? Bo'ylar 80 plus minusga, 85 ham chiqar ichida. 80 plus minusga oshir. Qo'yani bonusda 500. Mana o'zlaring ko'r, bahoni beravinglar-chi mana. Qo'chqorlar turishini qaranglar, qo'chqorlarni yeb ichiga, sog'ligiga qancha garantiya beramiz? Garantiya beramiz. Yemasa, ichmasa, yo'talsa qaytib olib kelishaveradi. Sindirib qo'ysa, o'ltirib qo'ysa, bo'xtirib qo'ysa o'zlariga da. Mana. Obunachilar, xudo xolasa to'liq ma'lumot oldi. Yemasa, ichmasa garantiyasi bor ekan, yo'talsa, boshqasiga garantiyasi bor ekan, kelasizlar, xohlasalar almashtirib ketinglar, xohlasalar pullarni qaytarib berishlari mumkin. U yog'ini o'zlaring telefonda gaplashaverasizlar do'stlar. Ekranga nomerlar qoldiramiz, sirazi aloqaga chiqib qo'yasizlar. Xudo xolasa chiroylisidan, sifatlisidan bo'lyapti. 3-partiyamizni ham videoda o'tkazmasdan o'zlaring tomosha qilaverasizlar. 3-partiyaga ham o'ta go'zallardan bor, xudo xolasa. Pullariga keladigan bo'lsa, pullari. Ukam, puli qancha ekan buni? Eng muhim joyda. Eng muhim joyda o'sha qo'liga taqaladi, pulni 5 milliondan qo'yib beramiz. 5 milliondan. Kam bormi? 48 dan bersin mana. 48 dan. Obunachilar. Soni 14 donamida nechta? 14 dona. Bitta obunachimizga uzoq qoladi. Bir qo'ra ekan do'stlar. O'zlaring ko'ring, bahoni beraveringlar-chi. Mana bir-biridan sifatli, bir-biridan chiroyli, o'ta go'zal ekan. Dastavkasini qayergacha qilamiz-ta, ukam? Dastavkani Toshkentgacha qilamiz. Dastavkani Toshkentgacha ichida qilib beramiz. Bitta ikkita tanlab olsa-chi? Kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holatda bitta ikkitani ham pulini chiroyli qilib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa arzonlab beramiz. Obunachilar, xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, sifatli qilib uylargacha yetib boradi. Ko'rasizlar, yo'qsa pulini sanab olib qolaverasizlar. Xohlasalar lokatsiya tashlab beriladi. Kelib ko'rib olaman degan obunachilarimizga lokatsiya tashlab beriladi. Ekranda nomerlarga 24 ga 7 siz uchun ish vaqti do'stlar. Aloqaga bemalol chiqaverasizlar. Endi 3-partiyamizga ham navbat yetib keldi. 3-partiyamiz chiqlyapti. 3-partiyani ham bir ko'rib bahoni berib qo'yaverasizlar. Xohlasa o'ta sifatli, o'ta chiroylisidan. Aka video chaqirishdan oldin qo'zi narxida qo'shqorlar ham beraman deganlarni xohlasa menimcha o'sha yerga yetib keldik. Endi o'zlaring ko'rib tomosha qilib turasizlar, xudo xolasa, shunaqa bo'lmasa aytaverasizlar obunachilar. Barra qo'zining narxida bo'ladi. Barra qo'zining narxida berasiz. Soni 6 dona, bo'ylari 75 plus minus. Pilsga olsa mana 80 pilsi ham bor. 75 plus minusga olib ko'rasizlar. Qo'ygan bonus obunachilar sizlar uchun. Kelib ko'ruvchilar ekranda nomerlarga aloqaga sirasiz chiqaverasizlar. Vodiy uz kanalida telefon qilyapmiz deb, buni pullarini ham bir so'rab qo'yamiz. Yosh oyligi qancha bo'ladi? Yosh oyligi 9-10 oylikka olishadi. 9-10 oylikka yoshlarni olib qo'yar ekansizlar do'stlar. Sog'ligi, yeb ichishiga garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Bir haftaga garantiya beraman deyaptilar mana ukamiz. O'zlaring ko'rib. Sonni 6 dona ekan, ozgina, sozgina bir qo'ra do'stlar. Bitta obunachimizga uzoq. Bitta obunachiga do'stlar rosa bir qo'ra ekan. Endi buni pulini qancha deymiz-ta ukam? Eng muhim puli yo'q. Sifat o'ta go'zal ekan. Sifat yo'q, xudo xolasa obunachilarga 4 million 700 dan. Ikkinchi partiyadan qolishmasak o'zi, prosta bu yoqqa ajratib qo'yishibdi. Endi ikkinchi partiya bu bo'ldi mana 46 dan bersin. Ukam, 46 demang ukam. Qo'zi narxida beraman dedingizmi? Barra qo'zi qancha bo'lyapti? 3,5 million, 4 million berilyaptimi? Qo'chqor bo'lsa 4 ustida ham bo'lyapti ukam. Siz endi men barra qo'zi narxida masala balandroq aytsangiz ham o'zingiz bilib chiroyli narx ayting. Ya men o'zim so'rayman. 4 million 500 mingdan bo'ladimi? 4 million 500 mingdan 6 dona, ha? 6 dona. Qo'lni bering. Bitta. Baribir so'ramasangiz bo'lmaydi. So'ramasam bo'lmaydi, o'zingiz yaxshi narx aytdingiz. Lekin so'rayman. 4 million 400 mingdan bir joyga. So'ramasimdan turib o'zingiz aytib qo'yar ekansiz ukam. Ichimdan topdingiz lekin. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi. Qolgan joylarga kelishiladimi? Kelishilgan. Bitta ikkita to'xtang, bitta ikkita tanlab olaman desangiz, mana shuni ichida Pils minusi bo'ladi. plyus minusi bo'ladi, ha? Bo'ladi. Baragasini bersin. Obunachilar mana 4 million 400 mingdan soni 6 dona. Bunaqa narx menimcha hali hech qayda bo'lgani yo'q. O'sha bizni qanday chaqirgan bo'lsalar, unda xohlasa mana qo'zi narxida qo'shqor beraman deydilar, mana 4 million 400 mingdan. O'ta rasprodaja bo'lib ketdi. Sirasi aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.
Vodiy.uz kanalidan telefon qilyapmiz deyish esdan chiqmasa bo'ldi. Otangga rahmat deb bitta kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib qo'yasizlar, do'stlarga podlist qilib qo'yasizlar. Shunaqa sifatli, chiroylisini qidirib turgan tanishlaringizni srazi aloqaga chiqaraverasizlar. Qaysi partiya yoqsa, birinchisi yoki ikkinchisi, uchinchi partiyaga aloqaga chiqyapmiz deb telefonda qilaverasizlar.